Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, sizlar bilan bugun xalqaro standartlashtirish va sertifikatlashtirish fani bo'yicha sifat menejment tizimlarini o'z dastida ISO 9001-2015 standartiga muvofiq sertifikatlashtirish mavzusida ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Demak, bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz asosan ikkita rejadan iborat. Birinchisi sifat menejment tizimlarini sertifikatlashtirish tartibi. Ikkinchi rejamiz menejment tizimlarini sertifikatlashtirish tartibi to'g'risidagi nizom talablari to'g'risida bo'lib o'tadi. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishda energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish masalasi ham qo'yilgan. Mana shu demak masalaga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, hozirgi kunda mamlakatimizda joriy qilinayotgan o'sha yangi ishlab chiqarish korxonalariga joriy qilinayotgan uskunalarimiz barchasi xalqaro standart talablariga javob beradigan standartlar asosida ishlab chiqarilgan bo'lishi zarur. Shu bilan birgalikda hozir mavzumizda demak xalqaro standartlashtirish to'g'risida gap ketyapti ekan. Xo'sh, xalqaro standartlashtirish o'zi nima? Mana shu to'xtalishimiz kerak. Xalqaro standartlashtirish va shu bilan birga xalqaro standarti o'zi nima? Mana shu mavzularda birinchi boshlashimizdan oldin mana shu xalqaro standartlashtirishda o'zi nimaligiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni xalqaro standartlashtirish bu barcha mamlakatlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan, demak barcha mamlakatlar uchun tegishli organlarga ochiq bo'lgan standart hisoblanadi. Xalqaro standart xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilinadi. Ya'ni bu yerda o'sha hozirgi kunda hammamizga ma'lumki, o'sha xalqaro tashkilotlar mavjud. Hozirgi kunda mana shu 24 ta xalqaro tashkilotlar bor. Jumladan misol uchun ISO, endi bir qancha xalqaro tashkilotlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Endi xalqaro standartlashtirish xalqaro standartlar asosida mamlakatimizdagi ishlab chiqarish korxonalarini sertifikatlashtirish masalasi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan bugungi kunda mamlakatimizda mavjud to'qimachilik va yangi sanoat korxonalarini o'sha xalqaro standartlar asosida sertifikatlashtirish, mana shu korxonalarga xalqaro standartlarga ega bo'lish masalasi bo'yicha bir qancha topshiriqlar berilgan. Jumladan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida mana shu masala qo'yilgan. Shuning uchun demak hozirgi kunda to'qimachilik va yangi sanoat korxonalarida jumladan xalqaro standartlarni OEKTX, CDX, bo'lish ISO standartlarini demak olish masalasi qo'yilgan korxonalarga. Hozirgi kunda mavjud o'sha OEKTX standartlarini 2026 yillargacha 300 ta korxona demak nima qilish kerak ekan? Prezidentimiz keltirib 300 ta korxona OEKTX standartini olishi kerak 2026 yillargacha. Ya'ni BCI standarti bo'yicha 2026 yilgacha 50 ta korxona olish kerak. Hozirgi kunda mavjud korxonalarimiz 10 ta korxona mana shu standartga ega. Endi GOTS standarti hozirgi kunda 10 ta korxonada mavjud va 2026 yilgacha 100 ta korxona demak mana shu GOTS standartini olishi zarur. Shu bilan birga ISO standarti bor. Mana shu ISO standarti hozirgi kunda to'qimachilik sanoatidagi korxonalarimiz 1110 ta korxona mana shu standartga ega. Bu standartga demak 2026 yilgacha 2000 ta korxona mana shu standartni olishi kerak. Endi xalqaro tashkilotlar degan vaqtimizda o'z navbatda o'sha birinchi jumladan ISO tashkiloti degan bo'lsak, mana shu ISO bu nodavlat tashkilot hisoblanadi. Bu demak nodavlat nohukumat tashkiloti, uning a'zolari hozirgi kunda 167 ta mamlakat a'zosi hisoblanadi. Mana shu standart ya'ni tashkilotning nodavlat standartlash tashkilotining a'zolari hozirgi kunda mana shu 167 mamlakat bo'lgan bo'lsa, mana shu tashkilot tomonidan ishlab chiqarilgan demak standartlar mavjud. Bular
25254 ta standart mavjud hozirgi kunda. Bu standartlarni ma'lumki standartlashtirish, ya'ni texnik qo'mitalari ISO tarkibidagi 802 ta texnik qo'mita bor. Mana shu texnik qo'mitalar tomonidan ishlab chiqariladi. Endi standartlashishlarni tashkillashtirishda birinchi navbatda nima ishlar qilish kerak? Yani standartlashishlarni amalga oshirishimizda birinchi navbatda ma'lumki o'sha standartlashtiradigan tashkilot deymiz. Ya'ni qaysi korxona, qaysi o'sha tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar mana shu korxona o'z navbatida ariza murojaatnoma bilan buyurtmachiga nima qilish kerak? Ariza murojaatnomani jo'natishi zarur bo'ladi. Ya'ni standartlashtirish idorasi murojaat xatini, murojaatnomani ro'yxatdan o'tkazadi hamda murojaat xatiga quyidagilarni hisobotlarni aniqlash uchun tahlil qilinadi. Ya'ni birinchisi o'sha sertifikatlash idorasi akkreditatsiya sohasidagi sifat menejment tizimini qo'llash sohasidagi muvofiqligini baholash hamda auditni rejalashtirish uchun zaruriy ma'lumotlarni sertifikatlashtirish idorasi taqdim qilish. Ya'ni bu yerda o'sha qanaqa demak ma'lumotlar bo'lishi kerak. Birinchi navbatda o'sha audit rejalashtirgan vaqtimizda tashkilotning joylashgan joyi, ya'ni o'sha murojaatimizni belgilab o'tishimiz kerak. Ya'ni shu bilan birga ishlovchi xodimlar, audit o'tkazishning vaqti hamda auditdagi ish tilini va shunga o'xshagan boshqa masalalarda kelishib olish zarur bo'ladi. Sertifikatlashtirish idorasiga jo'natilgan murojaat xatini yo'llash vaqti sertifikatlashtirish imkoniyatlarini, sertifikatlashtirish murojaatiga rasmiy ravishda blanka sertifikatlash idorasiga jo'natiladi. Endi mana shu demak sertifikatlash ishlarini amalga oshirishimizda birinchi navbatda demak sifat menejment tizimi bo'yicha sertifikatlashtirish to'g'risidagi arizani, murojaat xatini demak yozamiz. Bu yerda o'sha yozgan vaqtimizda buyurtmachi o'z navbatida bu xatni yozadi va yozgandan keyin sertifikatlash idorasiga jo'natadi. Sertifikatlash idorasi demak mana shu sertifikatlashtirish idorasi qabul qilgandan keyin arizani tahlil qiladi va ro'yxatga olish ishlarini amalga oshiradi va ariza bo'yicha qaror qabul qilinadi. Ya'ni o'z navbatida arizani qabul qilish yoki arizani qabul qilmasdan demak rad javobini ham berish mumkin. Endi mana shu ariza qabul qilingandan keyin rad javobini yoki shu qabul qilingan to'g'risidagi xabarni albatta nima qilish kerak? Buyurtmachiga arizani qabul qilishdagi to'g'risidagi xabarni berish kerak bo'ladi. Agar bekor qilingan taqdirda ham, mana keltirib o'tyapmiz sxemamizda, buyurtmachiga bekor qilingan haqida qarorni qabul qilish kerak. Nima sababdan mana shu ariza qanoatlantirilmadi? Mana shuga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Qabul qilinganligi to'g'risidagi xabarda ham, qabul qilinmagan taqdirda ham qabul qilinmagan to'g'risidagi xabarni buyurtmachiga, ya'ni sifat sertifikatlashtirish idorasi demak jo'natadi. Endi keyingi demak bandimizda sertifikatlash ishlarini o'tkazishdagi mehnat sarfini baholaydi. Buni demak sertifikatlash idorasi amalga oshiradi va shu bilan birga sifat menejment tizimida sertifikatlash ishlariga shartnoma tuziladi. Bunga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Shartnoma tuzish bo'yicha shartnoma tuzish ishlari amalga oshirilgandan keyin hujjatlarni ro'yxatini va dalillarni tayyorlaydi, tekshiruvchi tashkilotiga jo'natadi va buyurtmachiga jo'natiladi. Shu bilan birga sertifikatlash idorasiga so'ralgan dalil va hujjatlarni taqdim qilishimiz kerak bo'ladi. Va komissiya tuziladi va komissiya raisi tayinlab keyingi bosqich amalga oshiriladi. Endi o'z navbatda mana shu yerda sifat menejment tizimlarida sertifikatlash o'tkazishda shartnoma tuzish yuqorida aytib o'tib ketdik. Shartnoma tuzish ishlarida demak nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Sertifikatlashtirish ishlarini o'tkazgan vaqtimizda shartnoma tuzish albatta bu buyurtmachi bilan sertifikatlash idorasining o'rtasida bo'lib o'tadi. Bunga shu sertifikatlashtirish idorasining va yuqorida aytib o'tganimiz jadvalimizda hajmi, ish hajmi kerak bo'ladi, ishlarning soni. Demak mana shu sertifikatlash idorasi buyurtmachilik korxonasiga borgan vaqtda qancha vaqt sarf qiladi, mana shunga tegishli ravishda demak shartnomaga mehnat sarfini ham baholab o'tish kerak bo'ladi. Shartnoma tuzgandan so'ng sertifikatlash idorasi sertifikat o'tkazishni bo'yicha tavsiyalarni keltiradi hamda foydalanadigan ma'lumotlar hamda mehnat sarfini baholab ko'rsatib o'tishi kerak bo'ladi. Endi sertifikatlash idorasi ishlarini shartnomada ko'rib chiqqanda dastlabki to'lov ishlarini oldin sertifikatlash idorasi hisobiga demak summa to'langandan so'ng audit natijalarini to'liq ish hajmi
bog'liq bo'lmagan tartibda olib boriladi. Bu yerda o'z navbatida mehnat sarfi hisoblanib baholangandan keyin buyurtmachi sertifikatlashtirish idorasiga mablag'larni nima qilish kerak? To'lagandan keyin auditlar ishlari natijalari boshlanadi va ishlarning ikkinchi bosqichi to'lov imkoniyatlarini ruxsat etilgandan keyin amalga oshiriladi. Endi sizlarda demak savol tug'ilishi mumkin. Hozirgi kunda mana shu sertifikatlashtirish o'zi nima? Kim amalga oshiradi? Bilasizlarki, o'sha mahsulot, xizmat, ya'ni mahsulotga, xizmatga normativ hujjatlarda belgilangan talablarni bajarilganligini uchinchi tomon tarafidan tasdiqlanganligi tushuniladi. Ya'ni bu yerda uchinchi tomon akkreditatsiyadan o'tgan, demak, nimalar sinov laboratoriyalari hisoblanadi. O'z navbatda uchinchi tomon degan vaqtimizda mana shu uchinchi tomonimiz bu akkreditatsiyadan o'tgan, demak, tashkilot, ya'ni bu yerda xalqaro akkreditatsiya akkreditatsiya tashkilotidan o'tgan taqdirda xalqaro standartlar asosida nima qilish mumkin? Baholar berish mumkin bo'ladi. Endi o'z navbatda buyurtmachi hujjatlarning majmuasini tayyorlashi zarur bo'ladi. Buyurtmachi hujjatlarning majmuasini qanaqa shaklda tayyorlaydi? Ya'ni bu yerda buyurtmachi, ya'ni bu yerda buyurtma bergandan keyin standartlashtirish idorasiga shartnoma bo'yicha ishlarga to'lovni amalga oshirgandan keyin sifat menejment tizimi bo'yicha hujjatlarni va dalillarni ro'yxatini jo'natib, tekshirilayotgan tashkilotning majburiy tartibda qo'shimcha hujjatlar ro'yxatini ham taqdim etishi zarur bo'ladi. Va taqdim etilgan hujjatlarga, demak, qo'shimcha hujjatlar to'g'risida to'xtalib o'tdik hozir. Qo'shimcha hujjatlarga alohida, demak, hozir ko'rsatib o'tamiz, nimalarni qo'shib jo'natishimiz kerak bo'ladi. Buyurtmachi sertifikatlash idorasiga murojaat blankasini to'ldirib, bir nusxada, agar murojaat xati oldindan jo'natilgan hollarda, sertifikat sifat menejment tizimi hujjatlaridan so'ralgan dalillar qog'oz shaklida bir nusxada va elektron ko'rinishda taqdim qilishi zarur bo'ladi. Oldindan hujjatlarni sertifikatlash idorasiga nazorat nusxasini sifatida qoldirish kerak bo'ladi. Endi keyingi bandimizda bu yerda albatta sertifikatlash bo'yicha komissiya tuzish. Yuqorida to'xtalib o'tdik, komissiya qanaqa tuziladi? Endi komissiya so'ralgan hujjatlar va dalillar buyurtma taqdim etgandan so'ng sertifikatlash idorasi rahbari, ya'ni bu yerda sertifikatlash bo'yicha komissiyani tuzadi va komissiya raisini belgilaydi. Komissiya raisini belgilagan vaqtda agar auditda bitta odam ishlagan bo'lsa, mana shu auditning o'zi demak komissiya raisi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ekspertlar komissiyada bir yoki bir qancha ekspertlar ishtirok etishi mumkin. Mana shu yerda agar auditda bitta ekspert bo'lgan bo'lsa, komissiya raisi hamma majburiyatni o'z zimmasiga oladi. Endi komissiya tarkibi va ishtirokchilarini aniqlashda biz quyidagi asosiy quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchi navbatda auditning maqsadi va qaysi sohada va mezonlarini nima qilishimiz kerak, belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, audit o'tkazishning nimasi? Audit o'tkazish muddati. Va uchinchi, tashkilotning iqtisodiy faoliyat turlari, tekshirilayotgan tashkilotning ishlab chiqarish maydoni bilan bir xil joylashganligini, hamda keyingisi demak tashkilot, demak tekshirilayotgan tashkilotning ishchilar soni, albatta bu sifat menejment tizimida ishchilar soni muhim bo'ladi, chunki audit o'tgan paytda personal albatta ish xodimi bilan suhbat ishlari amalga oshiriladi. Audit o'tkazishning mehnat sarfi, kelgusida audit maqsadi va uchun komissiya vakolatligini ta'minlashning zaruratlari, baholash o'tkazishda qabul qilingan qonuniy va moliyaviy aktlar, sertifikatlashtirilgan tashkilotning komissiya a'zolarining mustaqilligini ta'minlash hamda tekshirilayotgan tashkilot komissiya a'zolarining natijalarini o'zaro faoliyat imkoniyatlari hamda audit tahlili hamda audit tili belgilab o'tish zarur bo'ladi. Endi mana shu demak keyingi qanotda agar komissiya ekspertlari iqtisodiy faoliyatni aniq turlari bo'yicha mahoratga va zarur bilimga ega bo'lmasa, bu qayta demak paytda komissiya texnik ekspertlar komissiyalarni qo'shishlari mumkin bo'ladi. Komissiya tarkibidagi tekshirilayotgan tashkilot vakillari shuningdek sertifikatlashtirish natijalarini qiziqtiruvchi tashkilot vakillarini kiritishi mumkin emas. Ya'ni bu yerda komissiyaga boshqa demak mana shu sertifikatlashtirishga buyurtma bergan tashkilotlar bu yerda qatnashishi mumkin bo'lmaydi. Komissiya tarkibidagi stajyorlar, rahbarlar qo'l ostida ishchilar va komissiya kuzatuvchilarni kiritish mumkin.
Komissiya demak tarkibi sertifikatlash idoralarining rahbarini tasdiqlab imzolab beradi. Endi ikkinchi rejamizda to'xtalib o'tganimiz menejment tizimlarini sertifikatlashning tartibi to'g'risidagi nizom. Yani bu yerda to'qimachilik korxonalarini sifat menejment tizimlarini sertifikatlashtirish to'g'risida alohida nizom, menejment tizimlarini sertifikatlash tartibi to'g'risidagi nizomga asosan olib boriladi. Menejment tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish ariza berish tomonidan mustaqil ravishda yoki tegishli mamlakatga ega bo'lgan maslahatchi jalb etilgan orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunda maslahatchini jalb etish ochiq tanlov asosida amalga oshirilishi mumkin. Endi sertifikatlashtirish bo'yicha bosqichlar quyidagilardan iborat. Bu yerda birinchi navbatda ariza berish to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi mana shu arizani ko'rib chiqish hamda shartnoma tuzish va menejment tizimlarini tahlil qilish, audit o'tkazish hamda sertifikatlar bo'yicha qaror qabul qilish hamda oxirgi muvofiqlik sertifikatini sertifikatlash idorasiga ro'yxatdan o'tkazib taqdim etish, berishdan iborat bo'ladi. Endi qanday mahsulotlar sertifikatlashtiriladi? Endi mahsulotlar mamlakatimizda ma'lumki, agar davlat muhtoj bo'ladigan bo'lsa, bizda demak sertifikatlashtirish, ya'ni qanday mahsulotlar sertifikatlashtiriladigan vaqtimizda ixtiyoriy va majburiy sertifikatlashtirish mavjud. Mana shu yerda ixtiyoriy sertifikatlashtirish korxonaning o'zida demak anaqasidan kelib chiqadi, ichki imkoniyatlardan kelib chiqadi va majburiy sertifikatlashtirish bu O'zbekistonda agar mamlakat doirasida bo'ladigan bo'lsa, bizda demak mamlakatimizda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan mahsulotlar majburiy sertifikatsiyadan o'tkaziladi. Endi sertifikatlashtirish ishlarini amalga oshirishda menejment tizimlarimizda organlar tomonidan sertifikatlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni bu yuqorida aytib o'tdik, xalqaro doiradagi tashkilotlar tomonidan nima qilgan bo'lishi kerak? Akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi zarur. Bu yerda ariza berish sertifikatlashga arizani va unda zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etgandan keyin bu ishlarni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Endi sertifikatlashtirish qo'shimcha ravishda qanaqa demak arizaga qo'shimcha ravishda qanaqa hujjatlar taqdim qilishimiz kerak? Birinchi navbatda sifat bo'yicha qo'llanmani, sifat qo'llanmadan tashqari alohida sifat tizim bo'yicha asosan siyosat va maqsadlarni keltirishimiz zarur bo'ladi. Menejment tizimlarida ishlashni zarur bo'lgan jarayonlar tavsifi, menejment tizimida muvofiqligi ta'sir etuvchi xavflarni hamda menejment tizimida ishlash yuzasidan ariza beruvchining rahbariyat tomonidan ichki va tahlil o'tkazganligi to'g'risidagi dalillarni va hujjatlarni, ma'lumotlarni ilova qilish zarur bo'ladi. Endi menejment tizim bo'yicha biz agar mahsulotni sertifikatlashni topshiradigan bo'lsak, o'z navbatida belgilangan muddatlarda uni amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni bu yerda sertifikatlashtirish organlariga ariza berilgandan keyin u natijalar 3 kun mobaynida ko'rib chiqilishi zarur. Ya'ni 3 kundan o'tmagan taqdirda sertifikatlashtirish ishlarini amalga oshiradi. Bu yerda sertifikatlashtirishga ariza agar berganimizdan keyin sertifikatlashtirish ishlari agar arizani qabul qilganda rad beriladigan bo'lsa, bunga asosni keltirib o'tishi zarur. Qanaqa asos, qanaqa demak rad javob berildiki, nima uchun demak rad javob berilgan birinchi hujjat va ma'lumotlarni to'liq taqdim etilmaganligi bo'lishi mumkin. Sertifikatlashga ariza ilova qilgan hujjatlarda, ma'lumotlarda soxtalik yoki noto'g'riligi aniqlanganligi bo'lishi mumkin. Sertifikatlashga ya'ni arizaning ushbu nizom bo'yicha belgilangan talablarga nomuvofiq bo'lgan holatlarda demak rad javobini berishi mumkin bo'ladi. Endi sertifikatlashtirish bo'yicha ishlarning qiymati birinchi to'lovdan so'ng 10 kun ichida, shartnoma tuzilgandan so'ng 20 kun ichida kechiktirmasdan menejment tizimlari organlarining o'tkazish bo'yicha auditorlik guruhi shakllantiriladi. Shu bilan birgalikda 15 kundan ortiq bo'lmagan taqdirda menejment tizimlarining hujjatlarini tahlili va uning natijalari bo'yicha hisobot tuzish zarur bo'ladi. Menejment tizimlarining hujjatlarini tahlili va hisobotlarni rasmiylashtirishga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda o'z navbatida birinchi navbatda menejment tizimida sertifikatsiya organi nomi to'g'risida ma'lumotlar keltirilishi kerak va ariza beruvchi nomi va manzili, so'ralgan sertifikatlash sohasining nomi
sertifikatlashtirish o'tkazish uchun asos bo'lgan normativ hujjatlar, sertifikatlashtirish uchun ariza beruvchi tomon taqdim etilgan hujjatlar ro'yxati hamda menejment tizimi uchun ariza beruvchi rahbariyat tomonidan ichki audit va tahlil o'tkazilgan to'g'risidagi ma'lumotlar nomuvofiqliklarni bartaraf etish uchun 30 kundan oshmagan muddatda, demak, nomuvofiq bayonnoma rasmiylashtirilgan holatlarda amalga oshiriladi. Shu bilan birga menejment tizimi hujjatlari tahlili bo'yicha xulosa taqdim etilishi kerak. Agar nomuvofiq bo'lgan holatlarda biz mavjud bo'lganda ularni bartaraf etgandan so'ng menejment tizimlari sertifikatsiya organiga qayta ariza berish orqali audit ishlari amalga oshiriladi. Endi bugungi mana shu ma'ruzamiz bo'yicha qisqacha ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Diqqatingiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.